Saraton qanday paydo bo'ladi? Saraton bu hujayraning boshqaruvdan chiqishidir. Sog'lom hujayra qat'iy biologik tartibga bo'ysunadi. U qachon bo'linishni biladi va qachon to'xtashni biladi. Zararlansa, apoptoz orqali o'zini o'zi yo'q qiladi. Apoptoz bu hujayraning tartibli va boshqariladigan o'limi bo'lib, organizmni xavfli hujayralardan himoya qiluvchi asosiy mexanizm hisoblanadi. Aynan apoptoz tufayli shikastlangan yoki keraksiz hujayralar tanadan chiqariladi va biologik muvozanat saqlanib turiladi. Yillar davomida chekish, noto'g'ri ovqatlanish, surunkali yallig'lanish, viruslar, doimiy stress va zararli ekologik omillar hujayra DNKsidagi mayda ammo muhim mutatsiyalarni to'plab boradi. Dastlab bu mutatsiyalar tuzatiladi, DNKni tiklovchi mexanizmlar ishlay boshlaydi va immun tizim shikastlangan hujayralarni aniqlab yo'q qiladi. Ammo vaqt o'tishi bilan nazorat mexanizmlari zaiflashadi. Hujayra bo'linishni cheklamaydi, apoptozdan qochadi, immun tizim nazoratdan chiqadi. Natijada bitta buzilgan hujayra ko'payib, butun bir patologik klonni hosil qiladi. Bu klon atrofdagi to'qimalarning normal tuzilishini buzadi va ularning funksiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Aynan shu klon o'sma. Agar o'sishda va tarqalishda davom etsa, bu holat saraton deb ataladi. Saraton birdan paydo bo'lmaydi. U yillar davomida sukutda shakllanadigan biologik jarayon. Erta aniqlash esa bu jarayonni vaqtida to'xtatish imkoniyatini beradi. Shunday ekan, sog'ligingizga bee'tibor bo'lmang.